Men hozir tura ishingni qil. Xo'p, orqamdagi mashina tanish bo'lsa kerak. Buni ko'pchilik so'rashdi, nima qildinglar, nima bo'ldi deb. Xo'p, men nimalar qilganimizni ko'rsatib beraman hozir. Tura ishingni qil. Xo'p, bu o'zi ishimizga kechikib ketganidan sababli men bitta sidiniyasi yotadigan, ya'ni mexanizmi yotadi. O'sha mexanizmi kechikkan, hali ham kelgani yo'q. Buni mijozimiz o'zi olib kelib beraman degan, hali ham kelgani yo'q. O'shaning uchun bu juda ham cho'zilib ketdi bu proyekt. Bu yoq qismimizda shkafi, ya'ni antresol. Bu yoqda juda ham keng joy bor, ya'ni kiyimlar taxlashga. Xo'p, mana bu qismi ham shkaf, bitta polkasi bor. Bu yoqda ham juda ham keng. Xo'p, bu qismimizda dekorativniy qismi. Mana bitta kichkina narsalar qo'yish uchun shkaf qoldirib ketganmiz. Mana bu antresol, ya'ni oshxona qismi. Oshxonada bu moyka bo'ladi. Mana bitta tortma, tagida bitta eshik polkali. Xo'p, tortmada kargo, ya'ni qoshiqlarni qo'yish uchun. Tepasi o'sha oshxonaning antresol qismi. Bu yoqda ham idishlar qo'ysa bo'ladi, eshigi bo'ladi bu yoqda. Xo'p, qancha videoni uzatsan? Xo'p, mana bu qismimizga monitor olib kelish kerak edi, hali ham olib kelgani yo'q. Biz bu yerga hozir dokumentlarni taxlashga unaqa shkafcha qilganmiz. Xo'p, ya'ni bu qismi ham bor, ya'ni instrumentlar turadi, bolta, molotok, shunga o'xshagan narsalar osilib turadi bu yerda. Xo'p, hozircha shular